Tarozidagi ma'lumotlarni tozalash, ya'ni siram qilish uchun Enter knopkasi bosiladi va bu yerda parol so'raydi. Parol tarozida odatda 0030 bo'ladi. 0030. Enter knopkasi yana bir marta bosiladi va 10 ga surganda testирование chiqadi. Kiriladi va yana 10 ga test pamyatiga kiriladi va 10 ga yana surganda siram bor. Siramda Enter knopkasi bosiladi va подтвердить qilish so'raydi. Ya'ni Enter, yana bir marta Enter va kusturiladi. Ошибок нет. Yana подтвердить qilish so'raydi. Очистка uchun подтвердить qilishsa, yana Enter knopkasi va yana kutiladi. Ошибок нет. Yana bir marta подтвердить. Ошибок нет. Bo'ldi. Уже siram oynasiga yana o'tib bordi. Buni bazasi tozalandi, ya'ni xotirasida hech qanaqa ma'lumot qolmadi.